Assalomu alaykum akalar, ahli birodarlar. Mana ukamiz inshaalloh nima qo'yapti? Breket qo'yapti. Ana shu 12 yoshdan qo'yish kerak ekan shu breketni. Inshaalloh agar kimdir breket qo'ydiraman deydi, boshqa narsa qilaman deydi, Akmal doktor sizlarning xizmatlaringizda inshaalloh. Akmal, nima deysan endi? Assalomu alaykum akalar. Akalar baraslar bemalol ishlarda vovurma ko'rsatib ehtiyot qilib kengizlar inshaalloh xudo xolasa to'g'rilab Zapis qilib breket qo'yadigan bolalar bo'lsa, shu ota-enalar farzandning tishiga ahamiyat berib, chiroyligiga ahamiyat bersa, inshaalloh mana shunday qilib Akmal doktor breketlarni qo'yib, inshaalloh taala jo'natadi. Bu o'zi bu tish odamga kerakli narsa-da. Oshqozon hamma joyda rivojlanishi shu tish sababchi bo'ladi-da. Qancha jeyish, chaylanish qancha zo'r bo'lsa, oshqozon ham shuncha zo'r bo'ladi. Shundaymi, Akmal? to'g'ri aynan. Tishga juda bog'liqda. Odam salomatligi ko'p bog'liq. Salomatligi uchun albatta. Nima deysan o'zimizning birodarlarga, o'zimizning tojik, o'zbek, qirg'iz, qozoqlarga skitkasi bormi shu narsaning? Albatta skitka bo'ladi. Bemalol kengizlar inshaalloh xudo xolasa skitka qilib, davolni qilib jo'natamiz hammaga. Ana ko'rdingizlar, alhamdulillah o'zimizning musulmon birodarimiz Akmal Tojikistondan kim qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar doktorga uning nimasi yo'q. Ahamiyati yo'q. Самое главное sizlarni davolab jo'natish. Shundaymi? Albatta. Bemalol kelaveramiz. Biz xursandmiz inshaalloh. Mana kelasizlar, o'zlaringizga breket qo'yasizlar, farzandlaringizga kelaveringizlar tortinmasdan. Inshaalloh. Inshaalloh. Bo'pti, mayli. Xo'p, sog' bo'ling.